Assalomu alaykum. 9 TV kanalini ashaddiy obunachilari. Biz siz bilan yana efir ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Charchamayapsizlarmi? Ishlaringiz zo'rmi? Bo'lyaptimi hammasi? Bizni kanalga podpiska bosib qo'yapsizmi do'stlar? Do'stlarga podelitsa qilyapsizmi? Albatta do'stlarga podelitsa qiling do'stlar. Bizni kanal keng tarqalishi uchun, hammaga birdek yetib borish uchun siz obunachilar bittadan like va podpiska bosib qo'yishingiz shart do'stlar. Bu kanalda rozigirish ketyapti do'stlar. Главный priz Lacetti mashinasi do'stlar. Qolganlari pul yo'q. Men video davomida sizlarni tanishtirib o'taman. Hammasi bilan do'stlar. Birinchi главный sovrin Lacetti mashinasi. Qolganlari pul yo'q do'stlar. 6 dona 40 ming rubl e'tibor beramiz do'stlar. 6 dona 40 ming rubl. 10 dona 20 ming rubl do'stlar. 15 dona 15 ming rubl do'stlar. 15 dona 10 ming rubl, 20 dona 5 ming rubl, 20 dona 3 ming rubl. Keyingi turga 100 ta sovg'a priz bilan qo'yganmiz do'stlar. Videoni kengroq podelitsa qiling do'stlar. Har bitta do'stimizga podelitsa qiling. Videoga har bitta kirgan odam bittadan like va podpiska bosib qo'ying do'stlar, iltimos sizlardan. Tepada ko'rsatilgan telefon nomerida WhatsApp ulangan do'stlar. WhatsAppdan murojaat qilasiz, biz sizga bilet yozamiz do'stlar. Bilet narxi 1,5 ming rubl, bilet soni esa 1099 ta. O'zbekistondan turib qanday bilet olamiz degan do'stlarimizga shu ko'rsatilgan WhatsApp nomeriga murojaat qilsa, biz O'zbekistonda turib qaysi kartaga pul o'tkazishini aytamiz. O'zbekistondan 200 ming so'm do'stlar. Aksiya qildik do'stlar. 3 ta bilet olganga bitta bilet podarishni qo'shamiz do'stlar. Biletlar kam qoldi do'stlar. Biletlar soni 1099 ta. Bilet narxi 1,5 ming rubl. Главный sovrin Lacetti mashinasi. Qolganlari pul yo'q do'stlar. 6 dona 40 ming rubl. 10 dona 20 ming rubl do'stlar. 15 dona 15 ming rubl. 15 dona 10 ming rubl, 20 dona 5 ming rubl, 20 dona 3 ming rubl. Keyingi turga 100 ta sovg'a priz bilet do'stlar. 100 ta sovg'a bilet qo'yganmiz. Общий prizlar soni 79 ta do'stlar. 79 ta общий prizlar sonimiz. Bilet narxi 1,5 ming rubl. O'zbekistondan 200 ming so'm. O'zbekistondan bilet olmoqchi bo'lgan do'stlarimiz tepada ko'rsatilgan WhatsApp nomeriga murojaat qilasiz. Biz sizga qaysi kartaga pul o'tkazishingizni aytamiz va WhatsAppdan sizga bilet yozib beramiz do'stlar. Moskvadan 1,5 ming rubl. Do'stlar, videoni tarqatamiz do'stlar. Ko'pchilik do'stimiz bilishmaydi. Qarang, bizni YouTube kanalida nomini 9 TV deb yozish uchun do'stlar, lotin tilda katta harflar bilan yozsangiz bizni kanal chiqib keladi do'stlar. Yozilishiga e'tibor bering. Faqat lotin tilda yozasiz. 9 TV deb yozsangiz bizni kanal albatta chiqib keladi. Shu kanalni ko'proq tarqating do'stlar. Hammaga ko'proq tarqating. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.